Ramazan ayida pildan hazar aylanglar. Temidan hayron qilyapsizlar. Undaqda tövəndəki qurlarni anlığınızlarda hayronliqinglar allaqayoqlarga uchib ketidi. İmam Malik adati bo'yicha Payg'ambar masjidida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini kishilarga o'rgatayotgan. O'quvchilar bo'lsa uni cho'ydab o'ltirib dars anglayotgan edi. Sirti biraylar Madinaga ajoyib cho'ng bir pil keldi deb tovladi. Madina ahli bundan burun faqat pil ko'rib boqmagan edi. Chunki Madina pilga munosib makon emasda. O'quvchilarning hammasi Imom Malikni tashlab qo'yib, pil ko'rish uchun aldirab chiqib ketishdi. Ularning orasidan faqat Yahya ibn Yahya al-Laysi degan kishi imomning oldida o'tiradi. Imom Malik uningdan "Siz nima uchun ular bilan birga chiqmaysiz? Yoki burun pil ko'rib boqqanmi?" deb so'radi. Yahya javoban: "Men Madinaga pil ko'rish uchun emas, Imom Malikni ko'rish uchun kelgan" dedi. Undaqda bu qissani mulohiza qilib boqayli. Shuni bayqadikki, so'rinda o'ltirganlardan faqat biraylar nima uchun kelganligini, nishonining nima ekanligini obdan biladi ekan. Shunglashqa uning xiyoli boshqa tarafga chechilib ketmay, energiyasini o'ng soldagi ishlarga xo'ratmay darsga berilib o'tiralabdi. Lekin boshqalar bo'lsa pil ko'rish uchun darsni tashlab chiqib ketibdi. Bularning orasidagi farqning nima degan cho'nliqqa qarang. Amsa buning natijasi-chi? Natijaga qarab boqayli. İmam Yahya ibn Yahya al-Laysi İmam Malik'ten rivayet qilgan hadislar Muvatta, ya'ni İmam Malikning mashhur hadis kitobida asosiy o'rinni egallagan. Lekin tarix bizga pil ko'rish uchun chiqib ketgan boshqa o'quvchilarning hech qanday aslimasini qoldirmadi. Bizning davrimizdami bundoq pil vaqaligi har xil shaklda takrorlanyotidi. Bo'libmi Ramazon oyida bakrak ko'rilyotidi. Kishilar Ramazon oyida ikki turga bo'linadi. Birinchi turdagilar o'zining g'oya nishonlarini aniq belgilagan bo'lib, Ramazon oyidan nimani xohlaydiganligi va o'zi erishmoqchi bo'lgan natijaning nima ekanligini yaxshi biladi. Ikkinchi turdagilar bo'lsa, Ramazon oyining fazilatidan g'ofil, beparvo holatda bo'lib, ularni har xil ozdirg'uchi pillar o'ziga maftun qilib olganlar. Masalan, televiziya kanallari, televiziya teatrlari, kino filmlar, o'yin tomosha, naqsh muzikalar. Qisqacha qilib aytganda, hozirgi davrning pillari hisoblanadigan turli harom ish-harakatlar, ozdirg'uchi pillar va ularning izitqulidan hazar aylang. Chunki ular sizning bir yil ichidagi eng afzal, eng go'zal vaqtlaringizni tortib oladi. Shayx Dr. Muhammad Ratib an-Nablisi